3-aprel. Mana do'stlar, o'tgan yil erta bahor mart oyida ekilgan Real Tiger degan gilosimiz. Mana 40 ta 50 dona qilibdi meva. Mana ko'p do'stlar. Hech qaysi gilos hali tashqarida bunaqa g'o'ra bo'lgan yo'q. Ertaki mayski gilosimiz ham bu darajada bo'lgan yo'q. Mana bitta qo'shalag'i bor ekan, mana bitta jup bor ekan. Payvandagi vishniyada mana belgilarni ko'p do'stlar. O'ta sert hosil gilos. Kim mana shu gilosga qiziqqan bo'lsa, boqmoqchi bo'lsa, Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatib boringlar. 20 mingtaning atrofida kuzgi mavsum ko'chatimiz tayyor bo'ladi. Yetkazib beramiz, katta gektarlarga boq qilamiz. May oyidan zakaz berishlaringiz mumkin. Xudo xolasa may oyidan zakazni olishni boshlaymiz. Ana bularni ham mana kanalni rivoji uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. O'tgan yil kirgan Real Tiger degan giloslar hammasida meva bor. Hammasida meva bor. Mana holatlari o'ta ideal. Mana busti ham gap yo'q. Real Tiger Italian sorti bu ham. Mana hammasi shab qo'lda katta bo'ldi. Sog' bo'lasizlar. Biz guzashda davom etinglar. Xudo xolasa yangi yillardan tashlab boramiz.